Porschalarim menga hozir dostavka keldi. O'shani hozir bittalab raspakovka qilamiz va sizlarga eng muhim savolga javob bermoqchiman. Ko'p odamlar so'raydi, pul rostdan ham odamni buzadimi deb. O'sha savolga hozir men o'zimni мнениямni sizlarga aytmoqchiman. O'zingizlar bilasizlar, men 5 yil oldin Dubayga $1000 bilan kelganman. Hozir meni ikkita kvartiram bor Dubayda. Oyimga dom berganman. Hozir villa quryapman. O'sha 5 yil ichida nimani o'rganganimni sizlarga aytib beraman. Pul menga 3 ta narsani o'rgatdi. Hozir sizlar bilan o'shani bo'lishmoqchiman. Men uchun birinchi o'rinda pul bu erkinlik, svoboda. Bu chidamaslik, o'zingiz yoqmaydigan joyda turmaslik. Второе, деньги это забота о близких. Самое дорогое, что я купила, это не квартиры, дома и недвижимость, а спокойствие моей мамы. Uchinchisi, pulni o'zi baxt olib kelmaydi. Nima uchun pul topayotganingiz baxt olib keladi. Kompaniyam pulimni to'lamaganida men pulni qadrini bilganman. Ammo oyimga birinchi uy olib berganimda pulni ma'nosini bilganman. O'shaning uchun meni fikrim, pul odamni o'zgartirmaydi, pul odamni buzmaydi va balki qanaqaligini ko'rsatadi. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada yozib ketinglar.